2018-yildagi Pokistonning harbiy kuchi. Pokiston bilan Turkiyaning aloqasi shu qadar yaxshiki, Pokiston yilning ma'lum oylarida Turkiyaga askar avatib, billa manvar o'tkazdi. Shuningdek, yana Pokistonning harbiy aloqasi Xitoy bilan yaxshi. Turkiyada biror portlash yoki biror cho'ng voqea yuz bersa, odatda avval Ozarbayjon, ondan keyin Pokiston Turkiyaning orqasida ekanligini bildirdi. Pokistonda hozir taxminan 202 million kishi yashamoqda. Askarlik vazifa o'taydiganlarning soni 75 million. Askarlik yashiq yetadiganlarning soni 4 million 300 ming. Hozir Pokistonda taxminan 919 ming askar bor. Bularning 637 mingi tayyor askar, 282 mingi zapas askar. Havo armiya kuchi. Pokistonning hozirgi umumiy havo quroli 951. Vuruş aeroplani 301, hujumchi aeroplani 394, yük taqtoshig'ich aeroplani 261, mashq aeroplani 190, urush tikuchar aeroplani 316, hujumchi tikuchar aeroplani 52 bo'lib, Pokiston havo armiya yadro qurollariga egadir. Quruqliq armiya kuchi. Bu davlatda o'rtacha hisoblaganda 3600 tanka, 2831 avtomobil avtomobil, 475 zenit top, 3278 tartma top, 134 tane ko'p xillik raketa atqushlar mavjud bo'lib, Pokistonning quruqliq armiyasi yadro qurollariga ega. Dengiz armiya kuchi. Pokistonning umumiy paraxod kuchi 197. 10 qo'g'irg'ich paraxod, 8 suvosti paraxodi, 17 sahil bexatarlik paraxodi, 3 mina qo'yg'ich paraxodi bor bo'lib, Pokistonning dengiz armiyasi yadro qurollariga ega. Davlatning moddiy kuchi. Pokistonning hozirgi mudofaa xamjoti 7 milliard dollar. Oltin va tashqi perevod zapas boyligi 21 milliard dollar. Setib olish kuchi 988 milliard dollar. Davlatning yer ko'lami. Pokistonning hozirgi yer ko'lami 795,095 kvadrat kilometr. Pokiston aslida buyuk bir armiyaga ega bo'lib, havo armiyasi, quruqliq armiyasi va dengiz armiyasining alohida ta'siri bor. Buningdan boshqa yadro qurollariga ega. Yadro qurollariga ega deganlik, agar bir davlat Pokiston bilan urush qilmoqchi bo'lsa, Pokistonning yadro qurollaridan nazardan saqit qilmaslik kerak deganlik. Pokiston hozir dunyo harbiy kuchda 13-qatorda turdi.